Polistrobloy bilan gazobloyning nima farqi bor? Ko'pchilik shuni telefon qilib mendan so'rashyapti. Bu ko'rib turganinglar polistrobloy bo'ladi. Mana qattiqliklari, holatlari zo'r holatda turibdi. Biz seximizdan video qilib beramiz. Polistrobloy hamda gazobloyni sizlarga narxlarini, raznisalarni aytib o'taman. Bu polistrobloyga hop 80% pok qo'shiladi. Shu tayyor o'zining polistroli bor, okay? Shundan qo'shiladi hamda qum sement. Iste'molga qo'shiladi. Bularimiz gazobloy. Razmerlari bir xil, ikkalasi ham 20, 30 ga 60 bo'ladi. Gazobloyga ham o'sha sement qo'shiladi, 10 kilodan oshiqroq. Polistrobloyga ham o'sha sement qo'shiladi. Gazobloylarimiz razmeri baholasi zo'r, cho'pki. Polistrobloyimizniki ham shu. Farqlarni aytib o'tsak, hop bu sushilkamizni ko'rsatib o'taman hozir. Bu yerda sushilkamiz bor. Shu yerda 14 soat mobaynida gazobloylar qurib tayyor bo'lib chiqadi. Mana qolipda ham bir xilda idealniy holatda turibdi. Gazobloylar mana kecha quyilgan gazobloy bo'ladi shular. 14 soat sushilkada o'sha 70-80 gradusda qizib pishib chiqqan. Mana sushilkamizgacha ishdan bo'ladi. Bu yerga o'sha propanli pushka yoqamiz kechqurun. O'zini pariga parlanib pishadi gazobloylar, ximikatlari bular. Bu o'sha mana propanli pushkamiz, shuni yoqib qo'yamiz, parda bug'lanib, bular zo'r holatda markasini oshirib beradi bu. Bular bu 4 soatlik sushkamiz bo'ladi. Bundan chiqib mana bular mashq holatda suti olib tashalanadi. Mana shu avtomatreska yordamida kesib keyingi sushilkamizga tiqib yuboramiz. Xo'p, gazobloy bilan polistrobloyning farqi. Polistrobloy 99% issiq sovuqda ushlab beradi. Gazobloylar 85% ushlaydi. Gazobloyga nisbatan ancha baquvvat bo'ladi. Tevadan tashlab yuborsangiz ham sinmaydi. Shunisida farq bor.